O'rtoq, bo'ldi, siqilurma. Ering rahmatli rosa yaxshi odam edi. Endi nima deysan? Allohning xohishi. Boshingda shu sinov ham bor ekanda. Sog'lig'ingni ehtiyot qil. Hadi bunaqa siqilurmagin. Gulmira opa, ikkinchi smenga ham qo'shimcha soatlar bersangiz degandim. Ishlamoqchiman. Xo'p, mayli. Faqat ertalabki smenda ham, kechki smenda ham ishlasangiz qiynalib qolmaysizmi? Yo'q, ishlamasam bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz-ku. Endi ishlaydi o'tgandim. O'zim mayda-chudalarni olib yursam nimasi yomon? Hech qanaqa ishlamaysan, bo'ldi. Nimadirdan kamchilik bo'lyaptimi, Asal? Bo'ldi, bu haqida boshqa gaplashmaylik. Mana senga ishim tasir. Mana shu maktabda ishlaysizmi? Ha. Men ham har kuni mana shu yo'ldan o'taman. Agar xohlasangiz o'zim olib kelib, olib ketib yuraman. Nomerimni yozib oling. Mayli, men yozib ola qolaman nomeringizni. Rahmat, shart emas. Agar mabodo uyingizda erkak ish qiladigan qiyin ishlar bo'lsa, o'zimga aytavering, men o'zim yordamlashib yuboraman. Ayol kishi yolg'iz yashamasligi kerak. Shunga taklif beryapman-da. O'ylab ko'ring. Ertaga vaqtingiz qanaqa? Agar xohlasangiz, tog'ga chiqib, havo alishtirib kelardik. Oyi, yig'laysizmi? Yo'q, yig'layotganim yo'q.